Xiyanət bu nikahdan ajrashish uchun sabab bo'ladimi? Bugun oldimizga bir murojaatchi kelib shunday deb turibdi. Mahmudjon og'a, men turmush o'rtog'imni xiyonat ustida ushlab oldim. Bir begona shaxsga o'zini yalang'och rasmlarini tashlab, telefonda har xil so'zlar bilan aloqa qilib suhbatlashibdi. Har xil yozishmalar bor, skrinshotlar bor. Ushbu ma'lumotlarni men yinglab turib, sotda taqdim etsam, bizani sot nikahdan ajratami deb savol berib turibdi. Xiyonat bu nikahdan ajrashish uchun sabab bo'ladimi? Izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Men davom qildiraman. Siz O'zbekiston Respublikasi qonunchiligina muvofiq, ya'ni 72-moddaga asosan o'zingizda bo'lgan dalillarni sotda taqdim qilishingiz mumkin. Sot bu dalillarni o'rganib chiqqandan keyin Oila kodeksining 41-moddasiga asosan xotinni bundan buyon birga yashasha imkoniyat yo'q deb topsa, sizlarni nikohdan ajratadi. Avvaldan boshlab sizlarda buningdek holat bo'lmasin. Agar bo'lib qoladigan bo'lsa, darhol bizlarga aloqaga chiqing. Biz sizlarga birinchi navbatda huquqiy maslahat beramiz, ikkinchi navbatda hujjatlaringizni rasmiylashtirib, mazkur ish bo'yicha sudda sizlar bilan yelkama-yelka duramiz.